Instagramda granit qozon tavalarni tozalaydigan, turgan joyida ko'piradigan sredstvani ko'rib, sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Sizlar bilan ham natijasini bo'lishaman. Qani ketdik. Bismillah deb boshlaymiz. Idishga ishlatayotgan idish yuvish gelimizdan 1 choy qoshiq soda, 1 choy qoshiq limonli kislota, 1 choy qoshiq uksus solib aralashtiramiz va qo'limizga perchatka kiyib olib, ishimizni boshlaymiz. Qozon tavalarimizni do holatini ko'rib olamiz. Qozon tavalarni, qopqoqlarini yaxshilab gubkada ishqalab chiqamiz. Chirki ko'proq qozon tavalarni bir chekkaga olib qo'yamiz sredstvadan surib. Shu eski skоворodkamda ham sinab ko'rdim. Natija yomon emas menimcha. O'zingiz baho bering. Bu lifehackdan siz ham albatta sinab ko'ring. Video yoqsa yurakchani bosib, ozoda, chaqqon, pazanda kelinjonlarimizga yuborib qo'ying. Ketqizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.